Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik bo'lganadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter. Bitta terib olib kelib. Ay qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kunmazga yor, nachaliging ham keldimi? O'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsan, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sendan o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilish? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Что говорит он? So'kin men rus Ya tilini jizachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad. Ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat o'rtasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima uryapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Ясно. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vilat. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Mana siklat. Nima edi ismi? Vilat. Vilat o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldim. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panila. Dada deyapti qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yoqda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dada. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yoqda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Dada, men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorida ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yak. Xotining keldi. Vilat o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. To'y qil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo'q, uni. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqan. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, mesestra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysan, zata mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi bera? Uylanadi. Xola. Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im. Qoshigul.
Qoshiga qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya, Ha, dadam qani? ichkarida qoshigiling kapelnitsa qo'ygan. Dadajon, kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mandan o'tibdi. Bitta buyumni olasiz. Unga antifox va antistepni aralashtirib, Kanka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang-chi ona. Borma o'roq. Yo'q. kimgadir qo'l qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib ko'raymi? Mana aya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshigul baxki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangasi qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana aya o'qigan babi bilinadi-da. Mana qangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktori ekansan-da. Ay tahor omadim. Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ha, ko'nglimdan chiqarish shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, siz aka pul bermaysizmi? Qancha? Xizmatingiz beravering. Nima? Xizmatingiz shumi? Xizmatim shu-da. Xizmat qilib bering deyapsan. Xizmat qilib 2000 beraman nima? Xizmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, xizmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, xizmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qatori degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysilarmish qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-a o'zingizlar? Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'ri pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana ekipajga doldirimiz bor. To'xtarchinni. Nega pulni ko'rsatasan? Sizlar qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. O'yla. Topinglar, shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan? Ulga qara, ko'zingga iloymay ko'r. O'ldiraman jinni. Nima Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Shunda yomon qo'rqdim.
Hey, to'xtada. Shu tualetga doldirish kiray. Kalboboni hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Jinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasining jin. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chapki stasiyaga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ha, ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Bože, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana Onyx bilan Trackerchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy, nezashda taksiga pul beribsiz. Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voylar. Yo'q, nima bu? Voylar. Pul qani qilsin? Bilmayman, mushurga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodimsiz, jannatim. Musurkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, Cobalt olaman deb. Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning grom-kalamatmi xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallayib o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatimni qilmaganga yarasha. Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdim. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapman ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytayapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorma. Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishgan. Xo'p, degan bir marta nimadir deyorga shu qarindoshlarimga onasimiz. Ma. Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan birga gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutdim antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim. Bitta opang bor. Shuni tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklay olmadimi? Har kuni bu 40 ga kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antenasi yo'q edi. Antenasi yo'q ekan ota. Bahona qilmasin, xo'pmi? Mobius sim kartasini ishlatsin. Xorazm Qoraqalpog'istonda hozir internet birinchi o'rinda turibdi. Antenalarichi yappa-yangi hamma yoq o'rnatishgan. Ha, hamma antenasi tikka turibdi. Bahona qilmasin. Bo'ldi ota, uzr. Shu opamni bir marta tabriklasang ularmi deysan? Siz meni opam tabriklaganmisiz biron marta? Yassin opam. Xush kelibsizlar o'g'lim. Mana shunday ota-onani xabar olib turish kerak-da. Sizlarni shunday sog'indik, Biz ham sog'indik. Choy damlab beraymi? Ko'kidanmi, oqidanmi? Omoqda qilaman. Qiling. Menga qara o'g'lim. Xotining tinmasdan telefon qilyapti onangga. Gruppaga ham video tashyapti, tinchlikmi? Nimadir maqsadi bormi? Niyati nima uni? Nima qilay? Qilmasam qilmadi deysizlar, qilsam qilyapti deysizlar. Nima qilay, dada? Endi kelin o'rtasini oling-da. Ja ko'p ham qo'yarmang, ja kam ham qo'yarmang. O'rtasini oling. Nimani o'rtasini? Sredina deydimi? Sredinani oling.
man sizlar mafiyami. Nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori pora emasmi ish qilib? Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara. Faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam men? No, yoningda. Ha. Oldi sedankaga. Bo'ladi. Qani tursak. Hozirmish ko'kanda tursak, ha? Barsik. Ha, barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi Toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkentga ketyapti. Tepa klient bo'lib o'tirib olamiz-da, cho'lning o'rtasiga borgandan bratni bosib, sentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasan. Senga boshimni bunday qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Basharalaringga, sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barsikjon sen qandaysan? Va kelajakda. Farzandingizmi bu? Jinnimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu apa? To'xtamang. Ya to'xta bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy uylayman, uyga yigitimni chiqaramiz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi nima gap? Toshkentgacha. Ya singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Abi Barsikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Oling. Aka. Mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen boydan beri? Tavba qil. Yamonim o'lgan yigitimni ushqayapsiz-da. O'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen mana? Aka, men suxaring qaydongas, mazasi dahshatli. Ya, mana jinnini qara, bak jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Suxaring? Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye undan ko'ra, mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmaydi. Qusma moshinga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, o'sha sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima Barsikni to'sang? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yishib hozir to'saman. Barsik chushqi polvon. Bos. Barsik, chushqi bola. Nima bu chushqimaydi? Vlajeniy salfetka nimaga? Mushukni ko'tini archik. Yo'q, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishlar sanasi. Qulay. Ye? Nima bu qulayapti? Spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Shu qo'yaman, nima qilyapsizlar? Mana Barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla? Mening o'lgan yigitimni oti Nig'matilla edi. Nig'matilla saniki. Bo'ldi, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nimaga qilyapti? Yo'q, yaxshi-anchi. Sen salfetkaga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qiling. Ha, shepim. Barsikni to'sdingmi? Ha, Barsikni to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha, Men uni yemaydimi, men uni? To'g'ri asalini yemaydimi? Barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha. Bo'ldi, hech qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda.
Qaysi sanda tuxum bormi? Damashniy tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Bu sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Oppo, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysda degan tuxum ekanda. Yaysda xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки? Да. Что вам надо? Яйца. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Да? Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Basik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. Barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi Barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, xo'p shepim. Barsikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi ayting bilan? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsi. Aa, pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishak dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymiz, ammo xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda Barsik degan bir mazgini Barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistab ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi nimadir? G'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zo'lishgan. Zo'lishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chaygan-ye. Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Ya qo'y, Barsikka bilib ber, Barsikka. Wow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadimi? O'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya Barsikam? Ya omonatimi? Ha, Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiting o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiting o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz Barsikmi? Ya, Barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kes. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yo'l. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naq. aka 25,000 naqd beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivasiya qilmang, buni ichchi bitta jo'ziga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdami? Dollarda. Turi qalay bu yerda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, esalomon. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib? 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti uka, men vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqingizni oling. Yo'q aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir
Pishak telefon bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushasan. Yo'q, aka manikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u atroflikni bo'lsam chiqmasa agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, shuncha gapirdim urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha sen insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldinga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vai bana vai bildin uçurum kaydettin. Harlab o'lma olga o'xshab. Tur o'rningdan tursin boy. Kim? Telefon gapiryapti u? Ha, gapiraman-da. Turmasa qasan, hanungni budilikka qo'yasanmi odam jinni qilib? Nima tiqib qo'ygansan orqamga? Ha, bu zaryadchik telefon jonim. Seni ham orqangga bitta narsa tiqib qo'ya, ertalabgacha uxla qanday bo'lar ekan? Ha, bo'pti, xabar bo'lma, qurbaqachaga qo'yaman seni. Qurbaqachaga o'zing qurbaqachangni qo'y. Batarakam ishini bor-ya qurbaqachida. Mana nima orqamdagi? Nima tiqib qo'ygansan? Ha, bu avtoritet telefon jonim. Qachon ishlatasan bu dollarni onasini ham sen? 1 yildan beri orqamda turib terlab ketdim. Mana nima rezinkasi? Pulni rezinkasi. Boshqa joyingga taqasan rezinkani, tushundingmi? Menga rezinka taqma, belim og'rib ketdi. Men sana ayangga aytaman. Nimani? Tualetda qanaqa videolar ko'ryapsan? Secret papkalarga nima videolar yashirgansan? Qizlarning nomerini nima deb saqlanib qilgan? Hammasini aytaman ayangga. Kazol telefon ekansan-ku, ha? Kazolmanman. Menga unaqa kazol telefon kerak emas. Men yangi telefon oldim, между прочим. Qara. Honor Tourist Lite degan telefon ko'ryapsanmi? Bu trendda yuribdi hozir. Nimasi trendda buni? Buni qara. AI kamerasi bor. Mana bu knopkachani bitta bosasan, kameraga avtomatik kirib ketadi. Mana kamerasini ko'ryapsanmi? Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib oladi. Senda bormi shunaqasi? Senda yo'q. Ki buni protsessori ham tez. Senga o'xshab qotmaydi. Ha, biz ham yoshligimizda qotmasdik. Любой narsani qilardik. Tur yo'qmi? Kazol. O'zimni aqlli telefon jonim. Xo'jayin, har doim xizmatingizga tayyorman. Ha, Onur, davring keldi. Seni ham orqangga ertalabgacha zaryadchik tiqib qo'ysin, o'shanda gaplashamiz. Biznikiga bir marta tiqsa 2-3 kunga yetadi, chunki batareyamiz baquvvat. Manikiga har xildan tiqardi-da, begonanikini ham tiqardi. Nimasini tiqardi? Zaryadchikini garang.